Hammaga salom, sizlar bilan qishloq. Va bugun biz Tanzimanni kuchaytirishsiz, jon ketishsiz hamma raqiblarni o'ldirgan holda davom etamiz. Mayli. Qayerdandir ham cho'qchalar paydo bo'ldi. Mayli, qaytamga menga foyda. Birinchi va tayinli zonani market masalasini hal qilamiz. Как раз pichoqchalar kerak bo'ladi. Chunki bu yerda shunaqa gemoroy bo'ladi siz bilan. Minus dron. Minus yana bitta dron va itlar. Bularni ku masalasini hal qilish oson. Qanday qilganini bilasiz? Buni nomini cheksiz combo deb qo'yishibdi. O'qlarni saqlab qo'yganimning sababi bor. Keyinchalik arena bo'ladi, o'shanga qarshi bu. Tak, kutib turamiz. Chiqamiz. Kutamiz, chiqamiz. Kutamiz, sakraymiz. Kutamiz, uramiz. Kutamiz. Ketgandan keyin sakraymiz. Ko'rshapalarni yo'q qilib, dronni yo'q qilamiz. Da bilin bor-ku, bir yomon ko'raman bu tur. Shu joyiga kelib videoni ulayman. Teleport bo'lsam hayron qolmanglar. Yana dron bilan adinman va bu safar men jonim ketishiga qo'yib bermayman. Как раз it sezdi meni. Tangalarni yig'ib kutamiz uni. Har bir raqibni bu yerda alohida yo'q qilaman. Taktika shu. Ay, adash botvordim ortiqchasini. Avtomatlar menga keyinchalik kerak bo'ladi. Shuning uchun men uni saqlab turibman. Avtomatni. Kutamiz endi buni chaqirib o'zimizga. Bo'ldi. Va mana. Birinchi checkpoint. Дальше birzida parkur. Evbon shogird sifatida aytamanki, bu parkur men uchun easy. Yashirin zonaga taylatdan kirdim, chunki bu yerda AK-47 bor. Mana o'sha AK-47. Va hozir eng qiyin arenalardan biriga tushamiz. Tushdik. Taktikani nomi bor bu yerda. Ayminna. Otib tashlaylar. Mollar degan. O'zingcha nima? Hech sol qoldi. Ay. Qochayverish tudasida jonimga tegdi, lekinchi boshqa qiladigan ishim ham yo'q. Shunchaki hech qaysi men adinda yutolmayman. Va mana. Raqiblar kamgina qoldi. Ay! Yomon ko'raman. Mayli. Ikkinchi fazaga kelgach videoni ulayman. Короче, yana bir marta ikkinchi faza. Bu yerda asosiy maqsad mana otadiganni yo'q qilish. Va bo'ldi, dal oson ketadi. Ikkita jackpack unchalik ham qiyin narsa emas. Mayli, tepaga chiqdik. Va ikkinchi checkpoint.
Dalszy. Montaj sehri ostida biz mana yerda paydo bo'lamiz. Qalqonni suvga tashagan holda, buni ham tashagan holda, sindirgan holda, itni kutib tepgan holda, buni ham tashagan holda, o'qdan qochgan holda, buni bu yoqqa sakrab mana uni ham tashagan holda biz shpionni chaqirib olamiz. Keyin undan qochib uni ham tashlaymiz va oxiri mana oltin ritsarni aptani buzamiz. Meni esdan chiqardimi? Odatiy usulda yo'q qilamiz. Oltin ritsarni pastga tushib kutib olamiz yangi avtomatchini. Bo'ldi. Minus avtomat, minus dробовик va minus it. Dalshi hammasini alohida yo'q qilamiz. Tirik qoldi deng. Bilin. Mayli, restart. Xuddi shu joyga kelib videoni ulayman. Yoki vobshe bu joyini o'tkazib yuborib ulayman. Короче, faqat oxirgi shpion qoldi va u o'sha muammo emas. Va jangimni bilan izohlab o'tirmayman. Yo'q, oxirgi emas ekan. Короче, dalshi pastda bizda bitta oltin ritsar kutib oladi. Dalshi bizni yo'q qilgandan keyin Buyuk Xitoy devoriga yaqinlashyapmiz. Nega aynan Buyuk Xitoy devori? Prosta ko'rib turinglar, keyin bilasizlar. Mo'jal. Hech narsa otmadim-ku. Mana nimaga men Buyuk Xitoy devori dedim. Eng tepaga mana shulardan 10 soat o'tib chiqish kerak. Yana pastga tushisham. Mayli. O'sha u tomonda bo'lgandan keyin videoni ulayman. Короче, Buyuk Xitoy devorining narigi tomonidaman va hozir boss fight bo'ladi. Undan oldin esa hikoya. Bu birinchi bosqichda nima bo'lgan bo'lsa, o'shani ko'rsatyapti, faqat meni bratlarim уже yetib boribdi qasrga. Jozi menimcha o'zi charchadi. Lekin nima qilmoqchi endi? To'g'riladi. Va hamma xursand. Dalshi ikkita tupoy. Meni ham nomimdan so'kib qo'y, Jozi. Stop. Men qachon o'ldim, shuni ayting. O'lganga chiqardingmi Jozi meni? Mayli, ko'ramiz hozir. Vlastelin chiqdi. Buni 3 ta fazasi bor. Birinchi faza qilichli. Mana shunaqasiga ishlatish kerak bu yerda pichoqlarni. Blin. Mayli. Shu joyga kelib videoni ulayman. Короче, ikkinchi faza.
Bu eng oson fazasi shaxsan men uchun. Nusxalaganicha muammo emas. Agar bilsangiz kim haqiqiy ekanini. Bir necha marta o'zini nusxalaydi va bo'ldi. Ha, demak mana haqiqiy. Tak, yana bir marta va bo'ldi. 3-fazaga o'tamiz. Va mana demoqchi edim, yana bir marta qilgisi kelib qoldi qobiliyatni. Bildik zo'r ekansan uka. Lekin unaqa nagli bo'lmaslik kerak. Mana asabini buz. Va mana 3-faza. Lekin qaranglar. Montaj ostida bu ustijoni juda kam qoladi. Qanday deng? Prosta. Men montaj ostida yana bir marta o'sha fazalarni o'tib oldim. Krisa. Va mana jonining oxiri qoldi. Yo'q. Ha, urgurmadim. Yana urgurmadim. Plastilin qo'yag'imisan. Ya jonga tegdingda shu katta sharlaringdan. Oxirgi joni qoldi. Ham tomchilik joni qoldi, lekin uchishda davom etadi. Shunaqa yoqmaydi mana shu qiliqlari qahqiraqdi. Bu eng oxiri joni vrodi kam, vrodi esa bularga tupurgani bor hamma gaplaringda. Va g'alaba. Va nihoyatda g'alaba. Tak, dальше ketdik. Syujet bo'yicha dальше nima? Menimcha prosta qirolni yana bir marta urushamizmi? Qora Vlastilin? Stop. Bu nima? Akangmi, dadangmi, ukangmi? Mayli, javob olmas ekanman. Ну что ж, shu joyda videoni tugataman. Sizlar bilan qishloq edi. Hammaga xayr. Like va obunani unutmaymiz. Keyingi safar ko'rishguncha.